Bizani o'z avtoni josusi ekanligimizni bilib qolishdi. Loponlagan, og'gan pоворotlarda, manyovrlarda, lekin lisian bo'lsa zo'r bo'lardi. Sizlar bu aynan sizning tanlovingiz. O'zbekistonda uni avtopilotini va boshqa aqlli funksiyalarini ishlatib ko'rish imkoniyatimiz yo'q, lekin botda bu imkoniyat bemalol. Haqiqatdan ham lisianni ichki yonish dvigateli BMWdan o'g'irlanganmi deb. Ha, kimda bor? Qani ko'rsatinglar, menga maqtaninglar, qani. Blogerlar o'rtoqlar, endi ko'p biznesmen akalarimizda bo'lishi mumkin. Marhamat. Ikkinchi qatordagi joyga bitta o'zinglar baho beringlar. Oxirigacha surib qo'ydim o'rindiqni. Bundan ortiq surilmaydi. Yelgan barcha texnologiyalarimizni O'zbekistonga olib borib qo'llashga harakat qilamiz. Lisian brendini O'zbekistonda tanishtirish umuman keragi yo'q, chunki hamma katta bolalar nima mashina olishni juda ham yaxshi bilishadi. L9. Ha, haqiqatdan L9 2023-yildan boshlab Lisian brendini O'zbekistonda juda ham mashhur qilib oldi. Bizda bo'lsa Xitoydagi eng yirik showroomlardan bittasidamiz, chunki Xitoyda birinchi marta Lisian brendi chet eldan jurnalist va blogerlarni taklif qilib press tur uyushtirishyapti va bu press turning bir qismi bo'lishdan men juda ham xursandman. Showroomda nimani ko'rsatasan deysam, kelinglar. Ko'rsatadigan narsa bor, yaqinroq kelinglar. Qaranglar. Lisian yangiliklar, innovatsiyalar qilishdan to'xtayotgani yo'q. Misol uchun, ko'zoynakni olasizlar, taqasizlar. Yonganidan keyin nima deysizlar bilasizlar? Lisian tonshu. Close the window. Marhamat. Lisian tonshu. Close the door. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Hammasi ishlaydi. Bu Livis, ya'ni Lisianning o'zini shaxsiy aqlli ko'zoynaklar chiqaradigan brendi. Endi sizlar avtomobilinglar bilan butun birlashishinglar va master akkaunt orqali uni to'liq boshqarishinglar, ya'ni ko'zoynaklar orqali uni to'liq boshqarishinglar mumkin. Mana bu juda zo'r yangilik. Xitoyda an'anaga aylanib bo'lganidek, savdo markazining ichida showroom va botda bizaga Lisian brendi nafaqatgina gibridlar bo'yicha, balki elektromobillar bo'yicha ham haqiqiy lider, ya'ni peshqadam ekanligini ko'rsatib turadigan ikkita model joylashtirilgan. Birinchisi i6, ikkinchi ekzemplyar yon tomonidan kelamiz. U i6 ga nisbatan kattaroq, tabiiyki bu i8, bunisi 3 qatorli avtomobil. i6 ni bagajnigi juda ham katta, lekin i8 da deyarli xuddi shunaqa yukxona va 3-qatorga ham egasiz. Agar sizga gibrid kerak bo'lmasa, benzin bilan, ichki yonish dvigateli bilan umuman hech qanaqa aloqa qilgim kelmayapti. Menga full elektrik kerak, lekin Lisian bo'lsa zo'r bo'lardi. Sizlar bu aynan sizning tanlovingiz. Lisian sizga istalgan hayotiy vaziyatda yordam berishga va istalgan maqsadda xizmat qilishga tayyor. Shuning uchun ham ularning lineykasida Mega kabi kattakon avtomobil bor, 3 qatorli, lekin qaranglar buni qanaqa joylashtirib qo'yishgan. Bemalol oilangiz bilan o'tirib tamaddi qilsangiz bo'ladigan joy, ya'ni o'rindiqlarni aylantirib qo'yasiz, o'rtada stol joylashadi, ko'ryapsizmi? U maxsus mana bu lineykalarda, mana bu relslarga o'rnatiladi va 4 kishi bemalol xuddi restorandagi mazza qilib o'tirsa bo'ladi. Aytgancha, mana bunisi haqiqiy Xitoycha chuchvaralar. Hozir shundan yasab ko'ramiz, bizani master-klass kutyapti. Chunki Xitoyda oy kalendari bo'yicha yangi yil bayrami juda ham yaqin. Bugun 5-fevraldan boshlab ularda allaqachon kanikulla boshlanib bo'ldi. Necha kun bo'lishini bilsanglar, agar kommentariyada yozib ketinglar. Biza bugun nafaqatgina showroom bilan cheklanib qolamiz. Ertaga bizani Lisianni zavodiga ishlab chiqarishga ekskursiya kutyapti. Umid qilamizki, o'tdan sizlarga yaxshi ma'lumotlarni ulashamiz. Men eng xursand bo'lgan narsam bu biza avtomobilni Xitoy yo'llarida sinab ko'ramiz, test drivedan o'tkazamiz. Buning uchun maxsus politsiyaga borib
vaqtincha bo'lsa ham haydovchilik guvohnomasini, Xitoy haydovchilik guvohnomasini olishga muvaffaq bo'ldik. Buni uddasidan chiqdik. Demak, bizda zerikarli video bo'lmaydi. Test drive ham bo'ladi va albatta biz avtopilotga ham sinab ko'ramiz. Chunki aytishlari bo'yicha yangi avlod avtopilot juda ham plavniy, juda ham aqlli va sizni zeriktirib ham qo'ymaydi. Nissan nafaqat gibridlar bo'yicha, elektromobillar bo'yicha ham hamma yo'lni egallab olmoqchi. Bunga isbot sifatida mana bu i6 modelini ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari yana bitta modelimiz bor, to'liq elektrik i8. U ham juda ham zo'r, lekin i6 kichkina oila uchun juda ham zo'r. Lekin avtomobil kichkina emas. Yaqinroq kelinglar ko'rasizlar. Bu yerda ko'rayotganingizdek, proyeksionniy displey bor, Nissan'ga xos salon bor. Bu yerda hamma kerakli funksiyalar bor. Endi kelinglar. Ikkinchi qatordagi joyga bitta o'zingizlar baho beringlar. Oxirigacha surib qo'ydim o'rindiqni. Bundan ortiq surilmaydi. Joy qanchalik bemalolligini kichkina oilaga deb ayta olmaysiz. Katta oila ham bu yerda bemalol sig'ishi mumkin. Yukxonaga alohida to'xtalib o'tishim shart. Yukxonaning hajmi v общем katta. Unga bilmayman, 3-qatorni ham bemalol qo'shib yuborsa bo'lardi, lekin bu i8 modeli uchun prioritet, ya'ni u 3 qatorli va shunda ham unda yukxona saqlanib qolgan. Xolodilnik doimgidek Nissan'ning trendsetterlik asosiy fishkasi, ya'ni butun Xitoy avtomobil sanoatiga xolodilnik bo'lishi kerak degan narsani olib kirgan narsasi albatta bu yerda bor. Ko'rayotganingizdek mana uni isitishga qo'yib qo'yishibdi, yana suvi issiq. Xullas i6 menga juda ham yoqdi. Men jon deb bu avtomobil egasiga aylangan bo'lardim. Kommentariyda i6 ni rangiga 1 dan 10 gacha baho berib ketmasanglar bo'lmaydi. Agar operatorimiz sizlarga bu rangni to'liq yetkazib bera olmasa, to'shni kaltaydi, chunki juda ham chiroyli rang va bu 2025-yil so'ngida paydo bo'lgan eng yangi rang ekan. Men jon deb olgan bo'lardim. Bizda ham ancha-muncha qora va oq hamda kul rangdan qochilyapti va mana bunaqa yorqin ranglarni olishdan odamlar уже qo'rqmayapti desam bo'laveradi. O'ylaymanki, kimdir birinchi bo'lib O'zbekistonda Nissan avtomobillaridan birini mana shunaqa ajoyib ranglardan birida haydab yuradi tez kunda. Xitoy qadimgi an'anasiga ko'ra yangi yildan oldin oilaviy hamma o'tirib chuchvara yasash kerak ekan. Bizani ham bu an'anaga qo'shib qo'yishdi. Hozir birgalikda qilib ko'ramiz, o'rgatishdi. Qani qo'limizdan kelarmikan? Uyalmasak bo'ldi. Qani o'zbekcha shaklda qilib ko'ramiz. Qani barmoqni suvga botirib atrofini sekin ho'llash kerak ekan. Yes. Yarim oyga o'xshar ekan. O'xshadimi? Faqat bizani xamir to'rt burchak bo'ladi, to'g'rimi? Bu yerda dumaloq xamir bo'lgani uchun joy o'xshamadi, burchaklari, quloqlari yo'q. Atak o'zbekcha chuchvara. Test drive boshladik. Biza bemalol qo'llarni mamnaqa qilib, maza qilib Xitoyda videoga olishimiz mumkin, chunki bu yerda avtopilot ishlaydi. Faqatgina men ko'zimni yo'ldan uzmasam bo'ldi. Aytgancha, sal yorug'lik yetishmayapti. Please open the roof. Marhamat, yorug'lik ham yetarli bizda endi. Ko'rdinglarmi, chunki orqada tarjimonimiz bor. Biz Xitoy tilida bilmasak ham bu yerda avtomobil bemalol ovoz orqali Xitoy tilida boshqarilishi mumkin. Hamma opsiyalarni tekshirish va avtomobilni 2,5 soat davomida Nissan avtomobil ishlab chiqaruvchi zavodiga yo'limizda to'liq test drive qilish imkoniyatiga egamiz. O'zbekistonda Nissanni maqtash, reklama qilishdan bir tiyinlik foyda yo'q, chunki uni shundoq ham sevishadi, bilishadi, yaxshi ko'rishadi va maza qilib boshqarishadi o'rtoqlar. O'ylaymanki, biza bu narsadan qanaqadir yengil yasamaymiz va aksincha tobora yanada mehrimiz avtomobilga oshadi, chunki O'zbekistonda uni avtopilotini va boshqa aqlli funksiyalarini ishlatib ko'rish imkoniyatimiz yo'q, lekin bu yerda bu imkoniyat bemalol. Mana ekranimizda ko'rsatishi operatorimizdan iltimos qilamiz. Shunchalik aqlli tizimki, bu shunchalik universal tizimki, ham qaranglar, svetoforni Xitoyda necha soniyadan keyin yonishi aniq. Shu kartaga qarab avtopilot ishlaydi. Qaysi liniyaga turish, qaysi liniyada kamroq mashina turganini nazorat qiladi va avtomobilni o'zi boshqaradi. Sizning vazifangiz bo'lsa faqatgina uni qo'pol qilib aytganda страховка qilib turish, ya'ni uni nazorat qilib turishdagina jamlanadi va boshqa ishingiz yo'q. Maza qilib 2,5 soatlik yo'lda ketsangiz bo'ladi. Xitoylar nima deydi? Yo'q, yo'limiz 2,5 soat, charchab qolmaysizmi? Qiynalib qolmaysizmi? Biz o'zimiz hayday qolaylik deydi. Sizlar Samarqandga borganmisizlar? Toshkentdan dedim.
yo vodiyga borganmisizlar Toshkentdan dedim. Yo'lni bilasizlarmi dedim. Men bu yerda Sariyodagi yo'lida kayf qilib avtopilot yoqib olib o'zim ketaman, kerak emas. Faqat zavodda adresini navigatsiyaga urib bersanglar bo'ldi dedim. To'g'ri aytibman? Yana bitta zo'r narsa bor. Qaranglar. Sizlarga ochib ko'rsataman. Maqtanib qo'ying. Kimda bor? Qani ko'rsatinglar menga, maqtaninglar, qani. Blogerlar o'rtoqlar, endi ko'p biznesmen akalarimizda bo'lishi mumkin. Marhamat, Xitoyga vaqtincha bo'lsa ham haydovchilik guvohnomasi 3 oylisi. Can you read my name on Chinese? What? Li Shuan ekanman men, tushundinglarmi? Nimaga Li? Chunki men Li zavodi tomonidan taklif qilinganman. Li Shan zavodi meni ushbu haydovchilik guvohnomasini olishimga yordam berishgan. Shuning uchun Li Shuan ekanman. Xitoycha otimni eslab qoldim. Endi yo'limizda davom etamiz. Hozircha Shanxaydamiz, shahardan chiqamiz. Yana qanaqadir qiziqarli momentlarni albatta yoritib boramiz. Biza hozir to'g'riga ketishimiz kerak. O'zi avtomatim palasanmiz turadi. Ana mashinani olgin, chirog'ini olgin, ko'ryapsanmi rangini? Bizning mashinada ham mana shunaqa rangli chiroq yonib turibdi. Biryozoviy deymizmi, zangori, yashil aralash deymizmi, noodatiy rang. Bu avtomobilda avtopilot ishlayotganini bildiruvchi halo podsetkasi deyiladi. Buni ko'rganda hamma tushunadiki, avtomobil avtopilotda va o'n bilan ozgina ehtiyot bo'lish kerak. Ko'ryapsizlar mana. Mana bizda ham pavorotning o'zi yondi, avtomobil o'zi polosani o'zgartirdi, o'zi harakatlanib ketyapti. Men hech narsaga tegmayman. Hatto tormoz, gaz pedallari polosada o'zi joy olishi, avtomobillar orasidagi o'zi tiqilishi endi albatta madaniyat bilan mumkin. Mana ko'rdinglar, mana o'zi pavorot yoqyapti, mana o'zi pavorot yoqyapti, o'zi polosani almashtiryapti. Xuddi shunaqa bizaniki ham. Kamerani bergin, mana ko'ryapsizlarmi? Qanaqa ko'rinishda mana. Men tegayotganim yo'q. Marhamat. Head-up displeyimizda ma'lumot chiqib turadi va o'zi avtomobilda boshqarib, maza qilib ketaveradi. Hatto men orada rulni ushlab qo'yishim ham kerak emas. Pavorot bo'lganda kameradan tasvir head-up displeyga chiqib keladi va bemalol avtomobil o'zini o'zi haydab ketaveradi. Menimcha tunnelda yaxshiroq ko'rinsa kerak head-up displeyimiz. Albatta, ozgina qorong'iroq bo'lsa zo'r ko'rinadi. Marhamat, ketdi. Ayniqsa Shanxay yo'llarida mana bunaqa probkalarda bu juda ham qulay. Sababi siz har gal gaz, tormoz, gaz, masofani saqlab, kimnidir o'tkazib orqilishingiz shart emas. Mashina o'zi yo'lni eplab ketaveradi. Faqatgina oraga tiqiladigan shoferlardan asabiylashmasangiz bo'ldi. Iloji bo'lsa yoningizda o'rtog'ingiz bo'lsa yoki biron odam bo'lsa gaplashib, suhbat qurib, yo'ldagi obstanovkaga qattiq e'tibor bermasdan, asabiylashmasdan diqqatingizni u yoqqa jamlasangiz bo'ladi. Mana ko'rdinglarmi, hozir polosamizdagi avtomobil chiqib ketdi va biz o'zimizni yo'limizda davom etamiz. Juda ehtiyotkorlik bilan haydaydi avtomobil. Menga yoqqan tarafi avtopilotda harakatlari juda ham plavniy, bir tekis, ingliz tilida aytganda smooth. Ko'rdingizmi, mana kimdir tiqildi, lekin biz hatto to'rimiz ham olmadik. Shunda plavni o'tkazib yubordi polosada oldimizga tiqilayotgan odamni. Ko'pchilikni foydalanadi avtopilotligidan. To'xtaydi kerak bo'lsa deydi, tiqilaveradi. Lekin shunga qaramasdan harakatlar plavniy va umuman muammo yo'q. Demak, siz o'zingizni qanaqadir xavotirda his qilmaysiz. Bundan tashqari, qanchalik siz avtomobilni ko'p nazorat qilsangiz, shunchalik bexavotir bo'lasiz, chunki rulni ushlab sal uni kursidan отклонение beradigan bo'lsangiz, polosani o'zgartiradigan bo'lsangiz o'zingiz yoki burilish qiladigan bo'lsangiz, avtopilot o'chadi avtomatik. Xuddi shu narsa tormoz pedaliga ham tegishli. Tormoz pedalini bosadigan bo'lsangiz, avtopilot o'chadi. Yana o'sha 2 marta mana bir chakka pastga bosib, yana yoqib olsangiz bo'ladi. Lekin gaz pedalidan o'chmaydi. Kerak paytda tezlashish kerakmi, masofani qisqartirish kerakmi, siz gaz berib yana oldinlab ketishingiz mumkin. Bu narsani kecha sinovdan o'tkazib olganmiz. Men i6 avtomobilini, elektromobilini xuddi shunaqa avtopilot rejimida Shanxay ichida 1 soatdan oshiq haydadim va ancha ko'nikishga ega bo'lib oldim. Ana oldimizga tushib tormoz bosuvda avtomobilimiz avtomatik polosani o'zgartirib oldi. Chunki bu ham bizning sherigimiz ozgina bezlik qilyapti. Hozir rulda kimligini ko'ramiz. Ko'rdinglarmi? O'zimiznikilar ekan. 3 kilometrlik 18 minutlik probka kutyapti bizani oldinda, lekin bu yerda asabing tugaydi-da agar avtopiloting bo'lmasa. Yaxshi ham avtopilot bor. Raslabitsa qilib, kamera bilan, ya'ni sizlar bilan gaplashib ketaversam bo'ladi. Polosadan xavotir olmayman, tiqilayotganlardan xavotir olmayman. Bemalol. Bu aytgancha Lisandan avtopilot tizimini ikkinchi avlodi, birinchi avlod anchagina
bundan soddaroq bo'lgan, ikkinchi avlod ancha aqlli bo'lgan degan odzivni men Buyuk Britaniyalik hamkasbimdan eshitdim, chunki u shu yerda Xitoyda 15 yildan beri yashaydi va NOA tizimini, ya'ni mustaqil avtomobilni boshqarish tizimini u deyarli barcha xitoylik ishlab chiqaruvchilarnikini testdan o'tkazgan va Lisanni birinchi avlod avtopilotini ham sinovdan o'tkazgan va aytishi bo'yicha ikkinchi avlod ancha-muncha ishonchli, ancha-muncha aqlli va eng muhimi uni bergan xarakteristikasi plavniy. Xitoyda misol uchun hozir avtomobillarni ko'proq va ko'proq aynan avtopilot tizimini qanchalik mukammal ekanligiga qarab xarid qilishayotgan ekan. Sababi bu yerda mashina ko'p, mana shunaqa traffic jam, ya'ni tirbandlik holatlari anchagina ko'p va aynan mana shu holatlarda avtomobilni boshqaruvga asab va vaqtni diqqatni sarflamaslik uchun ham ko'proq va ko'proq xitoylik xaridorlar aynan avtopilot tizimini mukammalligiga qarab avtomobilni tanlashayotgan ekan. Bozorda konkurensiya уже bizga o'xshab обогрев обдув, massaj, холодильник, televizor emas, balki aynan yuqori yuqori axborot texnologiyalarini qanchalik rivojlangan ekanligiga qarab tanlov amalga oshirilayotgan ekan. O'ylaymanki, tez orada O'zbekiston bozorida ham ushbu kriteriy, ushbu tamoyilga qarab avtomobillarni tanlash boshlanadi. Xitoylik ishlab chiqaruvchilar O'zbekiston bozorini potensiali qanchalik katta ekanligiga to'g'ri baho berib, O'zbekiston xaritalarini ham kiritishi va avtopilot tizimini joriy qilishni boshlashadi. Va bu avtopilot ketayotgan indikator bo'lgan yorug'lik elementini birinchi bo'lib bozorda Li Auto kompaniyasi joriy etgan va buni barcha avtomobil ishlab chiqaruvchilari o'zlariga namuna sifatida qabul qilib, ular ham joriy qilishni boshlashgan. Bundan tashqari hukumat darajasida ushbu indikator chiroqlarini, ya'ni avtopilot yoquvligini bildiruvchi chiroqlarni majburiy qilishga o'tishgan. Chunki atrofdagi insonlar aynan avtopilotda ketayotgan avtomobillarni ko'rib bilishlari va ularni hisobga olishlari uchun juda ham muhim element deb hukumat hisoblagan. SUVlarga tekkan kasal doim yukxona qopqog'i qismi doim loy bo'lib ketadi. Agar kimda-kim orqani ko'rish kamerasini yukxona qopqog'iga o'rnatsa, eng katta xatosi SUVda aynan shu bo'ladi. Lisan L9 da bu xato qilinmagan. Ko'rayotganingizdek, kamera yuqori qismda va u havo yomg'ir bo'lishiga qaramasdan, biz ancha-muncha masofani o'tib qo'yganimizga qaramasdan top-toza turibdi va orqani ko'rish ko'zgusidagi tasvirni tiniqligiga tan bermasdan ilojing yo'q kishi. Hali 2,5 soatdan oshiq yo'limiz bor. Yo'lning oxirida zavodga yetganimizda albatta bu ko'rsatkichni ham yana bitta tekshiramiz, qanchalik toza holatda saqlanib qoladi. L9 egalari, sizlar albatta bu narsaga menimcha mendan ham ko'proq yaxshi baho bersanglar kerak. Mana ko'ryapsizlarmi? Tiqilyapti, deymi? Tiqilyapti. Kozollar. That doesn't sound like good word. Yeah. It happens. Xullas, bemalol mana bular ham kulyapti kozol deganimga. Bemalol oldinga tiqilishadi, lekin avtopilot to'qnashuv yuz berishiga yo'l qo'ymadi. Hatto men gaz pedalini bosganimda ham yo'l bermayman deb o'zbekcha metib qilganimda ham yo'l qo'ymadi to'qnashuv yuz berishiga. Chunki o'sha tiqib oldi. Mana yana bittasi tiqyapti, mana tiqdi. Oxirgi moment tiqdi. Endi masofa ushlaydi. Men ham даже avtopilot emas, men bitta mashina sig'adigan masofa ushlayman deb xohlasam, xohlamasam. Chunki yomg'ir yog'ib turibdi, sirpanib ketish bor, boshqa vaziyat bor, orqadan kimdir kelib qolishi bor, qattiqroq. Shuning uchun masofani xohlasam, xohlamasam ushlayman. Bu yerda vaziyat O'zbekistondan ham battar ekan, tiqilishlar bo'yicha, lekin avtopilot qattiq tormoz olishlar, qo'rqitishlar siz bemalol, spokойный, plavniy harakat qilyapti o'zining liniyasida va kerak bo'lganda agar yonida o'tib bo'sh liniya ko'rsa, albatta перестраиваться ham qilyapti. Demak, maksimal darajada o'zini tabiiy tutyapti. Robotchasiga bitta liniyani ushlab olib, tunelni mышление qilib, tunelni видение qilib haydamayapti. Mana yo'limizni bo'shatishsa agar to'g'ri ketyapti. Mana kimdir chiqib ketmoqchi yo'limizdan,
to'xtayapti, hozir o'tkazib yuboradi и сразу o'zini liniyasidagi masofani qisqartirib oladi deb o'ylayman. Lekin hech kim hozirgi bo'yaga yo'l bermayapti. Mana ketdi, tezlashdik. Anqara, tiqilish qara. Another auto. Yeah, another auto. Lekin masofani ko'rasizlar, o'sha bitta mashina sig'adigan qilib, cho'tki qilib ushlab ketyapti. Молодец. Auto gap bo'lishi mumkin emas, avtopilotga tan berdim. Lekin baribir bu mashina upravleniyaligini, ya'ni sun'iy intellekt yordamida boshqarilayotgani va insonchalik bo'la olmasligini, reaksiya tezligi ba'zi joylarda pan berib qo'yishi mumkinligini unutmaymiz va nazoratni olib boramiz va eng muhimi bu yerda istalgan holatda inson avtomobil uchun va unda bo'layotgan holatlar uchun mas'ul ekanligini unutmaslik kerak. Sababi istalgan vaziyat yuz beradigan taqdirda ham mas'uliyat to'liqligicha haydovchida. Tezlik tushishi bilan endi yana podveska komfortli rejimga o'tib oldi. Mana shu joyiga maza qildim. Podveska aqlli, restyling-dan keyin L9da ikkita kamerali podveska bor endi. Demak, rezina kameralar prujinalar orasidagi to'g'riroq amortizatordagi rezina kameralarning soni 2 barobar ortdi, bittadan ikkitaga aylandi va bu narsa orqali birinchi avlod L9larda kamchilik deb men shaxsan qabul qilgan narsa, ya'ni uni loponglashi. Manyovrlar vaqtida reska polosalarni almashtirganingizda avtomobil og'ib ketishini yengib o'tildi va bu kasallikni davolandi deyapti ishlab chiqaruvchi. Hozir tekshirib ko'ramiz, manyovrlar qilib ko'ramiz. Katta trassadamiz. Bizda bunaqa imkoniyat bor. Polosadan polosaga reska manyovrlar qilib ko'ramiz. Ana o'sha yerda bilamiz qanchalik avtomobilning og'uvchanligi va loponglashi yengib o'tildi. Va o'zi umuman yengib o'tildimi va ikkita kamerali pnevmopodveska qanaqa ishlayotganini hozir tekshirib ko'ramiz. Yo'l yursaga mo'l yurib 2,5 soatdan oshiq, deyarli 3 soat deganda biz Chanzhou shaharchasiga yetib keldik. Bu janubiy ishlab chiqarish makoni ekan. Deyarli 500 ming kvadrat metr maydonda siz Lixiang avtomobillarini L6, 7, 8, 9 modellari va elektromobillar i6 hamda i8larning ishlab chiqarish makoniga keldik. Bizni albatta oldin showroomdan tanishtirishni boshlashdi. O'z faoliyatini boshidan boshlab Lixiang kompaniyasi allaqachon 1,5 million avtomobilni o'z mijozlarga yetkazib berishga ulgurishibdi. Bundan tashqari juda ham katta miqdorda quvvatlash stansiyalarini o'rnatishga va o'zlarini texnologiyalarini joriy qilishga ulgurishibdi va barchasi bilan bizni tanishtirishdan boshlashdi. Hamma modellardan tashqari yagona Lixiang Mega yoki Mega modeli faqatgina Pekindagi zavodda ishlab chiqarilar ekan. Qolgani esa aynan shu yerda. Hali ishlab chiqarish maydonchasiga, ya'ni yig'uv sexlariga ham bizani olib kirishni va'da berishdi, lekin sizlarga ulashadigan ma'lumotlarimiz bor. Yaqinroq kelinglar. Esinglardan bir internetda ma'lumot tarqagan edi. Haqiqatdan ham Lixiangning ichki yonish dvigateli BMW dan o'g'irlanganmi deb. Ha, qisman bu rost, sababi juda ham oddiy YP6 modeli Peugeot, Citroen hamda BMW avtomobillari uchun 1.6 litr hajm bilan qachonlardir ishlab chiqarilgan. Adashmasam Sijan Powertrain degan zavodda ushbu motorlar Xitoyning ichki bozori uchun ishlab chiqarilgan va ushbu texnologiyani, ushbu ishlab chiqaruvchi eng katta kasalliklarini, eng katta kamchiliklarini olib tashlagan bular Vanos tizimi va albatta golovkani qopqog'ini ham plastikka almashtirgan. Sababi juda ham oddiy, chunki ushbu dvigatel gibrid tizimida 1000 оборотdan 7000 оборотgacha to'liq diapazonda quvvat berishi shart emas, ishlamaydi. U ma'lum bir оборотda o'sha 3,5 kilovat energiyasini chiqarib berishga yetadigan quvvatni berib tursa bo'ldi. Demak, unga turbina qo'yilgan, hajm 1,5 litrgacha qisqartirilgan 4 ta silindr o'sha ishlaydi va siz qo'rqmasdan mana Lixiang'imda BMW ning motori turibdi deb aytsangiz bo'ladi, hech kimni aldagan bo'lmaysiz. Va o'zi umuman bu yerda siz bemalol gibrid tizimi bo'ladimi yoki Megani elektr tizimi bo'ladimi, qanaqa ishlashini to'liq ko'rishingiz va
tushunishingiz mumkin bo'ladi. Bu albatta restylingacha bo'lgan motori, shassisi, chunki ko'rayotganingizdek bu yerda pnevmopodveska atiga bitta kamerali va u o'sha aytganimdek o'zini eski iteratsiyasida qanaqadir kamchiligiga ega bo'lgan. Loponlagan, og'gan pavorotlarda, manyovrlarda, lekin yangisi ikkita kamerali va bugun bu yoqqa kelishda test drive'da men reski manyovrlarni ham, liniyadan liniyaga reski o'tishlarni ham, keskin o'zgarishlarni ham qilib ko'rdim. Unaqa loponlash yo'q. Demak, ushbu kamchilikni chetlashtirishga ulgurishgan. Biz esa ekskursiyamizni davom ettiramiz. Ketdik. Bizani UzAvtoni josusi ekanligimizni bilib qolishdi. Qo'limizga ko'rayotganlaringizdek telefonimizni g'ilofga solib berishdi, kamera ishlamaydigan qilib va bizni i6 hamda i8 elektrik modellari yig'iladigan sexga taklif qilishdi. Sex hajmlari katta emas, atigi ikkitagina model 2 qavatli yig'ish konveyerda yig'iladi. Svarishni sexdan, bo'yash sexidan tayyor kelgan kuzovlarga ichki elementlar, tashqi elementlar barchasi o'rnatilganidan keyin mana orqamdagi U-simon liniyada unga texnik ko'rikdan o'tkazib kerakli bo'lgan suyuqliklari quyiladi va tayyor bo'lgan mahsulot mijozlarga yetkazib berilar ekan. L seriya gibrid avtomobillar qattiq yig'iladi desam, ular yonimizdagi sexda yig'ilar ekan. Ularni ko'rsatishadimi, yo'qmi? Ayniqsa josusligimiz oshkor bo'lgandan keyin imkon berishadimi yo'q bilmayman-ku, lekin yig'ilgan barcha texnologiyalarimizni O'zbekistonga olib borib qo'llashga harakat qilamiz. Xitoyning korporativ an'anasiga binoan bizga zavodda ko'p ham video olish imkoniyatini berishgani yo'q. Tushunasizlar, hamma hazil-huzul o'z yo'liga, lekin korporativ sir degan narsa bor va avtomobil ishlab chiqarish jarayonida bu sizlarga o'yinchoq emas. Har xil faolliklarni tugatib, orqaga yo'lga chiqqunimizcha, Shanxayga harakatga tushgunimizcha shom ham deyarli tushib qolgan edi. Bizga i6 ni test drive'ga olishni, uni suratga olishni va sinab ko'rishni taklif qilishdi. Men tashrifimizni birinchi kunidayoq i6 ni haydab ko'rganim uchun bu imkoniyatdan voz kechdim. Sababi oddiy. Toshkentga kelganimda Comfort Auto tomonidan Li Auto kompaniyasining rasmiy dileri tomonidan menga istalgan vaqt ushbu avtomobilni test drive'ga berishadi. Men Toshkent ko'chalarida bemalol maza qilib, to'yib, xohlaganimcha haydashim ham, videoga olishim ham mumkin. Shunaqa ekan, Xitoyda buni amalga oshirib o'tirmadik, chunki yangi avtopilot tizimini allaqachon sinovdan o'tkazib bo'ldik. Unga tan ham berib bo'ldik. Zo'r ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin qaytishda baribir L9 ni haydab keldim va tungi vaqt qor yog'yordi. Qor yog'ganda ham unaqa avtopilotni harakatida hech qanaqa kamchilik sezganim yo'q. Xullas hammasini tugatdik, kecha kechqurun otelga yetib keldik va mana ertalabdan reysimizga kech qolmaslik uchun aeroportga ham yetib keldik. Shanxay aeroportining Lange, ya'ni 2-terminalida turibmiz va uyga yo'l olamiz. Video sizlarga ma'qul bo'ldi deb umid qilaman. Shundoq ham juda ham ishonchli bo'lgan O'zbekiston bozorida Xitoydan import qilinadigan avtobrendlar ichida peshqadam bo'lgan Li Auto kompaniyasiga yanada ishonchinglarni oshirishga, yanada sifatini tasdiqlab berishga yordam berdik va sizlarga bu bilan nima desa bo'ladi, avtomobil xarid qilishdan oldin ishonch qo'shdik deb umid qilamiz. Biz bo'lsa Toshkentga ketdik. Xayr, salomat bo'linglar.